o'rtoqlar, mana shuni ichida sovg'a bor. Abayani bugun ayol obunachilarimdan biriga sovg'a qilmoqchiman. Kim luki 1 million so'm chiqsa, xuddi o'sha odamga xuddi mana shu abayani shunda ko'zingizning oldida sovg'a qilaman, kuzatinglar. Общий turishingiz lukingiz necha pul? Agar savolimizga javob bersangiz, mana shu abayani yutib olishingiz mumkin. Общий. Okey. Bu esimda yo'q. Это подарка. Vaqt bor hisoblab olishimga. Ha, hisoblab oling. 1 million 50 ming. Общий. 1 million 50 ming. Agar hozir rovni 1 million deganingizda mana shu abayani yutib olardingiz. Hamma ro'mol, kiyimlaringiz, lukingiz necha pullik? Bitta summada ayting. 360 pullar. 360 ming so'm. Biz 1 millionga aytganmiz-da. To'g'ri, rovni 1 million chiqsa mana shu abayani hadya qilmoqchi edik. Hamma kiyimingizni общий qiymati necha pul? Hammasini necha pulga olgansiz hammasini? 500 bor. 500 ming so'm, 1 millionlik kiyim kiygan odamga mana shu abayani sovg'a qilmoqchi edik. 1 million desangiz bo'lmasmi? Mana shu kiyimingiz hammasi bo'lib necha pul mana shu obrazingiz, lukingiz? Hammasi bo'lib. Yo'q, krossovkangiz emas, общий. 1 million 100 lar atrofida. 1 million 100 mi? Yo 1 millionmi? Faqat aniqini ayting, iltimos. 1 million deb qolaylik. Aniq 1 millionmi? Aniq 1 million. 100%? 100%. Savolimizga to'g'ri javob berdingiz. Mana shu abaya homiyimiz, bosh homiyimiz nomidan sizga sovg'a qilmoqchiman. Bizning bosh homiyimiz nomidan. Menimcha sizga yarashsa kerak. O'zi ham ro'molda ekansiz. Abayingiz yo'qmi? Yoqtirdim. Olmoqchimidingiz? Yoqdimi sovg'amiz? Mana ro'molimni ko'rsatuvimiz nomidan biz hadya beramiz deb aytdik obunachilarga va va'damiz ustidan chiqdik. Xo'p, rahmat. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling, charchamang.